Alo. Gulchehra, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kista kasalligidan bezovta bo'lgan ekansiz a? Ha, kista kasalligidan edi. O'zgarishlar qanaqa bo'ldi? O'zgarishlar zo'r bo'ldi. Men ish olmasdan olgandim. Lekin haqiqatan ham zo'r 15 kunda ketdi. Kista borib doktorga tekshirganda kista ketgan dedi. Menga yo'qdi. Hozir yana 25 tasini ishlatish davridasiz, to'g'rimi? Ha, yana ishlatyapman. Chunki kompleksimiz ichida 40 ta bo'ladi svechamiz. U yana sizdagi jinsiy a'zolardagi boshqa muammolaringiz, ya'ni o'sha qichish, achishish, umuman o'zi ayollardagi ginekologik muammolari qolganini ham bartaraf qila olasiz, yana sog'lom hayotingizga qaytasiz, xudo xohlasa. Ha, xudo xohlasa. Eshitganingizdek, Samarqand shahrida istiqomat qiluvchi Gulchehra opa 15 kun ichida o'zini bezovta qilayotgan kista kasalligidan ushbu svechalarimiz yordamida butunlay xalos bo'ldilar. Sizchi, siz nimani kutyapsiz? Ginekologik muammolaringiz bormi? Kista yoki miyoma bezovta qilyaptimi? Marhamat, markazimizga murojaat qiling. 40 kun ichida ushbu svechalar yordamida o'zingizni bezovta qilayotgan kista miyomadan butunlay xalos bo'ling. Hoziroq raqamlaringizni direct orqali qoldiring, o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.